Bu safar boshqacharoq kontent qilamiz. Mehr 2020 hasharchilardan nima uchun hashar kelishganini so'raymiz. Nima niyatda? Ketdi. Akbarjon aka, hasharga nima niyatda kelasiz? Alloh roziligi uchun. Siz nima kelasiz Mehrga? Moddiy tomondan yordamlarimiz, texnik bo'lsa mehnat, qo'l mehnatimiz bilan yordam berish. Hasharga nima niyatda kelasiz? Joniga yetib qo'ying-da, yo'q. Dono gap gapirishim kerak edi o'shanda, to'g'rimi? Yo'q, borini gapirish kerak aniq. Allohning rozi uchun kelamiz. Guruhimizga hamma qatori Alloh roziligi uchun va payg'ambarimizga jannatda qo'shni bo'lish uchun kelamiz. Sof niyatida kelamiz biz. Shamsiddin aka, hasharga nima niyatda kelasiz aka? Hasharga nima niyatda kelasiz aka? Alloh roziligi uchun. Ko'rib turganingizdek, hasharchilarimizni hammaligisi yaxshi chiroyli niyatlarda hasharimizga kelishadi. Siz nima uchun kelmayapsiz? Kommentariyada javobingizni yozib qoldiring.